arxeologiya muzeydamiz. Bu kirish qismi hisoblanadi. Bu yerda mahalliy fuqarolar uchun 10 ming, xorijiy fuqarolar uchun esa 50 ming ekan. Ya'ni narxlarni rasmga olib hozir qo'yaman. Ko'rasiz. Termiz shahri 1941-yil 6-marta tashkil topgan. 2002-yil Termiz shahrining 2500 yilligi munosabati bilan marhum birinchi prezidentimiz Islom Karimov Abdug'aniyevich g'oyalari tashabbusi asosida shu muzey ochilgan. Markaziy Osiyoda arxeologiyaga moslashtirilgan yagona muzey hisoblanadi. Termizni eski nomlari 3-4 ta, lekin eng muhimlarini aytib o'tmoqchiman. Taramata, Taramita, Taramastxada bo'lgan, lekin 10-asrdan boshlab Termiz deb nomlanish boshlagan ekan. Termizni mana xaritasi bor. Paxtaobod, Shurchi, Sarosiyo, hamma narsalari joylashgan. Mana bu yerdagi ko'rib turganingizdek, mana bu Amudaryo suvi hisoblanadi. Yonidagi oq mana bu P harfidagi chiziqchalar esa bu imminni davlatlarning, qo'shni davlatlarimizdan stansiyalar, katta stansiyalar hisoblanadi. Ana shu davlatli suv ishlatish mumkinligi haqida. Mana bu yerdagi bu unaqa emblemalar, harflarni, shartli belgilarni qo'yilib ketgan. Menga eng qiziq bo'lgani omonxona qayerda bo'lgan. Omonxona mana bu yerda Boysunda joylashgan ekan, mana Boysunda. Lekin u yerda hozirda gaz va qanaqadir bir temirlar topilgani uchun, qanaqadir boyliklar topilgani uchun yopiqroq hisoblanar ekan. Va mana bu Termiz shahridagi havo mana bu tog'dagi havodan farq qilar ekan. Chunki endi mana bilamiz, tog'lar orasida baribir daraxtlar bor. Bu endi shahar nisbatan ozgina iliqroq bo'ladi. Bu salqinroq sovuq. Mana bu yerdagi suvli yig'ilganlar esa o'sha anaqa aholi ishlatishi mumkin bo'lgan suvlar hisoblanadi. Mana shu katta zonalari. Mana shu yerdagi hozir ko'rib turganingizdek, mana bu sopol idishlar, binolar idishlar hammasi don, keyin tashqari suvlar saqlanadigan idishlar hisoblangan ekan. Ba'zisini tegi yo'q ekan. Tegi bo'lmasligining sababi etajyorkada, etajga o'xshab bir-biriga kiydirilgan. Hozir mana saqlanadi-yu, baland anaqalarda unlar saqlanadi, donlar saqlanadi. Zavodlarda ana shu xuddi shunaqa qilib sopolni paytda chiqish imkoniyati bo'lmagani uchun bir-biriga kiydirilib unaqa saqlangan ekan. Shuning uchun tegi yo'q. Mana bu idishlar, mana menga yana bitta narsa aytib berdi-da, bu yerga bizani ekskursiyavodimiz aytib berdilarki, Budda haykallariga oid haykallar boshi yo'q. Bilasizlarmi bu nimaga? Oxirida sizlarga aytib o'taman. Qiziq narsa bu. Mana 5 santimetrli tanga bo'lgan ekan. 5 santimetr tangani bu endi kattaroq bunaqa ishlangan. Mana shunaqa suv fidosi deb nomlangan ekan. Suv yonida chunki baliqlar ham bor. Va Aoxro deb yoki Adxro deb har xil mana yunonlar endi nima qilishgan o'sha paytda chizishgan. Lekin mana shu hozir haqiqiysi qayerligi noma'lum ekan. Mana bular esa mana shunaqa qoldiqlar ustunlar hisoblangan. Mana bizda karniz sifatida deydi-ku, mana shunaqa karniz sifatida tepalagi mana arabcha tushirilgan. Bu bizda 14-15 asrlarga oidlar hisoblanadi. Bu yerga muzeyga kelsanglar, sizlarga yana nimasi udobli har bir narsalar haqida eshitmoqchi bo'lsangiz, skaner qilsanglar ham bo'ladi. Mana o'zbekcha, ruscha, inglizcha mana shunaqa imkoniyatlari ham bor mehmonlarimizga. Hozir biz sizlarga bojxona xodimlari tomonidan ushlab qolingan asori atiqalarni ko'rsatmoqchimiz. 50-100 yillar oldin qilingan mana shunaqa narsalar hisoblanadi. Agar O'zbekiston ichida olib o'tsangiz hech kim tegmaydi, lekin O'zbekiston tashqariga olib chiqib ketmoqchi bo'lsangiz, обязательно olib qolishar ekan. Shuni ham inobatga olib, kimdir sizlarga bu yillar yoki bu yillarni bu yodgorlik qoldirgan bo'lsa, olib ketaman deb o'ylamanglar. Buni даже chemodanga solaman deb o'ylamanglar. Undan ham skaner bo'ladi-ku, o'sha skaner orqali baribir bilib olib, konfiskovatsiya qiladi. Bekorga biletingizni ham olgan, biletingizni ham o'sha 3 milliondan kam emas. O'sha yerga unaqa qolib ketadi bilet. Narsalarni olib qolganiga hech narsa bermaydi ham. Zargarlik buyumlari, bilak uzuklar, ziraklar, sirg'alar mana bor, ko'rishingiz mumkin.
asorati qalar mana shunaqa joyda qalin eshiklarda mana eshiklar deb ko'rishingiz mumkin qalin bu yerda yordamchilari ham kirib siz bilan qarab bunaqa qilishadi. Mana eshiklarni ko'rishingiz mumkin. Men masalan bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Mana bu yerda Nikolayevskiy medalyon deb bitilib, Nikolayevskiy medalyon vazni 64-63 gram dedilar. Bu dunyoda ikkita ekan, bittasi shu yerda, ikkinchisi noma'lum qayerda. Bu Rossiyada bo'lishi mumkin yoki bir boshqa joyda. Bizga mana Svetnani yoqib berdilar opamizni, hammasini ko'rishingiz mumkin bo'lganligi uchun asoratli qilib mana buyumlar ham anaqa kirib ketilgan, ko'rayotgan bo'lsanglar mana samovarlar mana borma bu yerda anaqadan brozadan yasalgan idishlar, mana bunaqa idishlar uyimizda ham bor edi. Mana bunaqa idishlar, noyob idishlar. Bu esa sharob ichish uchun mo'ljallangan idishlar. Bu tangalar, bunaqa tangalar juda ko'p ekan bo'ladi. Sizlar agar uyingizda yoki mana shu qimmatbaho narsalar saqlanayotgan bo'lsa, asosan oltin, kumush va qaysidir yana metal bor edi. Qaysi biri eslatib oling? Misdan bo'lgan bo'lsa, olib kelishingiz mumkin. Qimmatbaho o'lchab, o'sha og'irligi va qaysi yilga asosligi o'lchab sizlarga pul sifatida berishar ekan. Yoshlarga berishmas ekan. Berishmas ekan. Fil suyagidan yasalgan qutidan ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bu esa xanjarlar. Bu yerda xanjarlarimiz bor. Bu lazuriyat deyishar ekan. Lazurit deyilar ekan. Lekin lazuritga o'xshamayapti deyishyapti. Agar bilsanglar shu toshni nomini yozib olinglar. Mana bu esa tasbehga o'xshaydi. Jimjimada naqshli tasbeh, rostdan ham tasbeh ekan. Mana shunaqa idishlar bo'lsa agar o'zingizlar xohishinglar bilan muzeyga topshirishingiz mumkin ekan va sizlarga shu topshirganingiz haqida rahmat deb akt berar ekan xolos. Hunarmandchilik burchagi ham mana mavjud. Bu hammasi kiyilgan maslahatlarga bo'lishar ekan. Mana namunalar esa mana bu yerda osilib ko'rishingiz mumkin. Bu Kyudzo Katon ko'rgazmasi zal hisoblanadi. Bu odam 1989-yil kelganlar va 2016-yilgacha mana shu yerda ko'rib turganingizdek narsalarni topishga o'z hissalarini qo'shganlar. Bu yerda 2016-yil 11-sentyabr kuni Niyat Boshqada joylarini berganlar. Mana o'zlarining rasmlari va yana sizlarga bitta narsa aytib o'tmoqchiman. Bular Shuhrat medalini olgan ekanlar. Arxeolog do'stinglar bo'lsa yoki shu sohaga qiziqadigan do'stinglarga mana shu videoni tashlab qo'yinglar. Shoyat shu video sizlarga qanaqadir foydali bo'lsa. 2020-yildan to 2025-yilgacha O'zbekiston Xitoy arxeologik jamoasi tomonidan topilgan qazilma boyliklar mana shu zalda saqlanadi. Xuddi ularning rasmlari mavjud, jamoat ekspeditsiya paytidan suratlari. Bu yerda hattoki tillalari ham topganlari ham bo'lgan. Buni aytishligi bo'yicha tillatishga o'xshayadi, chunki buni ochilganga deydi. Nolga bir cho'qib qilib yoqaga kiyimini qilib qo'yishgan taxmin. Mana jamoaning anaqalari, suratlari ko'rishingiz mumkin. Ana tepasida ham yozilgan O'zbekiston Xitoy xalqaro arxeologik ekspeditsiyasi topilmalaridan namunalar. Mana taqinchoqlar, ko'rib turganingizdek, mana tillalar, mana bular hammasi haqiqiy hisoblanadi. Arxeologiya bu muzey xodimlari tomonidan birma-bir yig'ib chiqilgan ekan.
Mana bular ham tilla hisoblanadi. Bu ham ayollarning bezaklari, taqinchoqlar hisoblanadi. Men yana sizlarga bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Menga obuna bo'lib va shu videoga like qo'ysangiz, izoh qoldirsangiz, bu videoni ko'proq odam ko'rishiga sababchi bo'lasizlar. Rahmat. Bu ikkinchi qavatimiz hisoblanadi. Ikkinchi qavatimizda xuddi ruscha P harfiga o'xshagan shaklda joylashtirilgan. Shunaqa hozir ko'rsatib chiqaman. Bu muzeylarimiz hozir kirishdan boshlab miloddan avvalgi 4-5-asrga va oxiriga borib hozirgi zamonimiz asridagi boyliklarni ko'rishimiz mumkin. Keling, ko'ramiz. Bu zaroatsi qoyatosh chizmalar hisoblanadi. Ov jarayonini chizib ko'rsatishgan. Mana bu yerda neandertal odamlar shakllarini chizishgan. Mana buni manimcha ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bu tarix kitobida ham bor. Mana bu esa haqiqiy hisoblanadigan suyak. Ayollarni chap tomonga qarab, erkaklarni o'ng tomonga qarab dafn qilishgan ekan va yoniga chig'irma va boshqa bir taqinchoqlarni qo'yib dafn qilishgan. Ko'mishgan ya'ni. Bu sopol idishlar ziradan suv saqlanadigan idishlar hisoblanadi. Bu ham kulolchilikka asoslanib, kulolchilik sifatida ishlatishga idish hisoblanadi. Bu esa muhr hisoblanadi. Bu muhr haqiqiysi qayerdaligi noma'lum. Keyingi bizani foydalanamiz. Ko'rib turasizlar, bu hamma idishlar o'zi shunga ishlatilgan. Suv, don saqlashga mana idishlarimizdan ko'ryapsizlar. Mana shu zalda mana shu ikkita chizmani ko'rayotgan bo'lsangiz, ana shu ikkita joyda topilgan narsalar hisoblanadi. Hozir keyingi joylarda ham shuni ko'rsatsam, o'sha yerda topilgan deb tushunavering. Bu esa taqinchoqlar, har xil ayollar ko'z tush, push deydi, lab bo'yoqlari uchun idishchalar hisoblanadi. Bu ov uchun unaqa uskunalar. Bu esa har xil hayvonlarning qoldiqlari. Tosh bilan toshdan yasalgan. Ko'rib turibsizlar, bu yerda koxon bolani ko'tarib turibdi. Endi qaysidir qanaqadir bayramda o'sha bolani ommaga ko'rsatish maqsadida ko'tarilgan. Mana men bu ko'rayotgan bo'lsangiz ustunlar, bu ustunni o'rtasi, boshi yoki pasti bo'lishi mumkin. Mana xuddi mana bunga o'xshab. Mana bu yerda ham sopol idishlar, ko'rib turganingizdek. Mana bu joyi esa Kuchuktepa deb nomlanadi. Men bitta narsa so'radim, nima uchun Kuchuktepa qanaqadir bir ajoyib nomlar bor. Sababi o'sha qoyalarga chiqib kuchuklar vovullagani uchun Kuchuktepa, ya'ni mana tepa Kuchuktepa deb o'sha nomlarni keltirgan ekan. Men yana boshqacha nomlarni ham hozir bilasizlar, endi tushuninglarki, o'sha joyda xuddi o'sha nima kulolchilik degan yana qanaqadir bir boshqacha nomlar bor ekan. Aniq aytib beraman. Mana Qizilcha qo'rg'oni, mana bu qizg'ishroq bo'lgani uchun Qizilcha deb nomlanar ekan. Bu toshlar hisoblanadi, ov uchun ishlatilgan toshlar. Balki kimlardir uyida bordir. Muzeyimizning bu joyida esa endi Yunonlar kirib kelgan davrlarga to'g'ri keladi. Mana bu Aleksandr Makedonskiy byusti hisoblanadi. Hozirgi mana shu 4 ta byustni ham Ashextsev 2001-yil tangalar bor-ku, o'sha yilgi tangalarga oid, o'shandan namuna olib ko'rib o'zi unaqa qilgan ekan. Bu eng o'xshaydigan, eng anaqaga aynaga o'xshaydigan mana shu haykal byust hisoblanadi ekan. Bu esa bizda Diodod hisoblanadi. Diodod byusti. Bu bizda Demetriy byusti. Bunisi esa bizda Geliokl byusti hisoblanadi. Bular umumiy hisobda 120 yil hukmronlik qilgan ekan. Balkim orada boshqa
ya'ni u kunlari qaysidir qarindoshlar hukmronlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin yunonlarning umumiy o'sha mana shu to'rttaligini inobatga olganda 120 yil hukmronlik qilishgan ekan. Budistlik diniga asos solgan Siddharta Gautamani hozir biz haykalni yonidamiz. Bu Siddharta Gautama kitoblarda ko'p keltirilgan, lekin bir asl qiyofasini hech kim bilmaydi qanaqaligini. O'shanga boshlab chizishgan, haykal qilib yasashgan. Bu esa bizda buddist haykali hisoblanadi. Qo'lida menga boshqa bitta savol berildi. Qo'lidagi bu nima? Bu desam, bu yerga taqdir charxpalak hisoblanar ekan. Mana bu qolgan narsalar esa xina hisoblanar ekan. U paytda bular xuddi shunaqa kiyinib yurishgan. Bularni beldan pastki qismi yopiq bo'lgan, yuqori qismi taqinchoqlar bilan bezatilgan holatda yurishgan, sochlari yig'ilgan. Ayollar esa qorni bilan ochib, pasti beldan pasti yopiq va qorni tepasi ham yopiq. Faqat qorni qismi xuddi hozirgi hindlar yurgani kabi. Endi esa hozir anlardan keyin kushon bakteriya hukmronligi boshlangan va o'sha yerdagi hukmronlik qilgan hukmronlarning haykali hisoblanadi. Mana bu haykalni boshlasak, san'at hisoblanadi. Geray. Bunisi esa bizda bu byustimiz esa Kudzula Katvis hisoblanadi. Keyingi byustimiz bizda bu Vasudeva 1. Bu byustimiz esa bizda hisoblanadi Vima Katvis hisoblanadi. Mana shu hukmronlik qilgan oilasi, qarindosh urug'lari mana bunaqa boshlariga kiyib yurishgan. Mana bu belgilar esa tillalar mavjudligidan dalolat beradi. Mana shu bosh kiyimlari o'sha asr zamoni va joyiga qarab o'zgarib borgan. Bu xolchayon hisoblanadi. Xolchayonda asosan mana shunaqa bolalar uchun o'yinchoqlar, har xil bir terrakota narsalar topilgan. Boshidagi mana bu. Mana bu haykallar esa bu Afina deb aytdilar. Buni Afina bu adolat ramzi hisoblanar ekan. Xuddi shunaqa chizishgan. Bu zodagonlarning xonadonlari hisoblangan. Bu Buyuk Ipak yo'li, bu Ipak yo'lining xaritasi. Bu paytda masalan hozirgi zamonda Qur'oni Karim ochib o'zimizning dinimizni o'rgansak, buddistlar esa yo'l-yo'lakay yurib mana shunaqa haykalchalarni olib shunga anaqa sig'inishgan ekan. Joyimiz esa bizda Kuyovqo'rg'on deb nomlanadi. Bunisi esa bizda bolalik tepaga deb nomlanadi. Mana bu yerdagi mana shu suratlar. Bu esa Zulkifl hisoblanadi. Bu o'sha paytda ayollarning ustki kiyimlari. Bu esa sopol quvurlar hisoblanadi. Suv uchun hozirgi zamon tili bilan aytganda kanalizatsiya deb sifatida ishlatilgan o'sha yomon suvlarni o'tib ketgan yomon suvlar mana shu quvurlardan. Afg'onlar mana shu muzeyga kelgan paytda ular aytishdi, ba'zi joylarda mana shu quvurlar hali ham saqlanib qolgan ekan. Endi mana sekin ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda bizning asrimiz, ya'ni 1-4 asrga asoslangan idishlar, sopol idishlar mana endi o'sha arablar kirib kelgan payt hisoblanadi. Arablar kirib kelgan, islomni o'sha yoyayotgan paytiga to'g'ri keladi. O'sha paytdagi. Bu esa Hakim At-Termiziy maqbarasining toshi hisoblanadi.
Bu tosh hozir Hakimat Termiziy joylashgan muzeyning ichida. Uni o'rniga qanaqa tosh qo'yilgan hali bilmaymiz. Bu joy esa Al-Hakim At-Termiziy kuyovlarining joyi deb aytishdi. Al-Hakim At-Termiziy ichida va atroflarida topilgan qazilma boyliklar ko'rishingiz mumkin. Bu jangchilarning kiyimi 9 kilo ekan, ichidan guppichak kiyilgan ekan. Shu yerdagi ekskursiyaga shunaqa ajoyib savollar berganman, xuddi kinolardan ko'rgansizlar-ku, kechqurun tiriladi, keyin yana bir qancha bu videokamera lazerni anaqalar bormi debdi. O'zim qiziqibdi. Lazer bu yerda yo'q ekan va o'g'irlikka bu yoqqa tilla o'g'irlashga tushmagan ekan. Ko'rasizlar, idishlar xuddi biz kinolarda ko'rgandek idishlarda xuddi shu anaqada tilla tangalar chiqqan, lekin bu tilla tanga emas bular. Bu esa shaxmat o'ynaydigan doska hisoblangan va shaxmat figuralari. Mana bu joy, mana bitta narsa hayron qoldim. Bu joyimiz Qirqiz deb nomlanar ekan. Menga bu joy juda ham yoqdi. Ruhayda bintu Varroq ayolimiz ustozlik qilgan ekan 40 ta qizga. Va bu qizlarga bu joyda astronomiya, jang, matematika, tibbiyot, islomdan dars berilgan ekan. Bu 9-14 asrlarda o'z ichiga olgan ekan. Mana bu joy esa Toshkentdagi Ko'kaldosh maqbarasidan xuddi bir xil qilib Karimda 114 ta oyat bor, ana shu 114 ta xonalari mavjud ekan. Bir xil o'sha Ko'kaldosh maqbarasiga o'xshab qurilgan. Biz ko'rganda Ko'kaldosh maqbarasi deb qo'yiladi, yo'q, unaqa emas. Buning nomi esa Surat Said otaliq madrasasi ekan. Bu joyimiz esa bizada anaqa Murch bobo deb nomlanar ekan. Termiz ichida joylashgan. Mana ko'rib turganingiz samalar o'sha o'tgan asrga anaqalarga oid. Mana bu joy esa Surxondaryo viloyatida arxeologik yodgorliklar xaritasi topilgan xaritalari. Buni ham rasmini qo'yib qo'yaman. Ko'rishingiz mumkin. Bu esa hunarmandchilik buyumlari sotiladigan joy. Bu yerdagi narsalar hammasi pulli, lekin emas. Ba'zi narsalar mana shu yerda ishlaydigan xodimlar tomonidan qo'l bilan tikilgan, yasalgan ekan. Mana shu ham qo'l bilan qilingan, to'qiladigan iplardan qilingan, yopishtirib bunaqasiga qilib chiqilgan ekan. Bular qo'llar. Budda haykallarining boshi yo'qlik sababi 3 ta. Birinchisi, buddaviylik dini inqirozga uchrab, mintaqaga yangi dinlar kirib kelishi. Ikkinchi sabab talon-tarojlik, qaroqchilik hisoblanadi. Haykallar juda og'ir bo'lganligi sababli ularning bosh qismini o'g'irlab ketish va sotish ularga ancha daromad olib kelgan. Uchinchi sabab esa tabiiy ofatlar, zilzilalar. Natijasida binolarning tomi qulab tushishi hamda yer ostida ularning yemirilishi hisoblanadi. Vaqtimiz tig'iz bo'lgani uchun mana shu muzeyda sizlarga ma'lumotlar bilan bo'lishdim. Keyingi joy qayerda bo'lishini xohlardinglar, shu joyni kommentariyada yozib ketinglar va qaysi bilmagan narsalarni mana shu video orqali bilib oldinglar, shuni ham yozib ketinglar va har bitta kommentariyani o'qiyman. Rahmat. Men hozir yana bitta narsani ham sizlar uchun so'rab oldim. 2026-yil oxirigacha mahalliy fuqarolar uchun, ya'ni O'zbekiston fuqarolari uchun mana shu
shu rasmdagi pullar tekin hisoblanadi.